Sut bezi saratoniga chalingan har bir ayol mastektomiya, ya'ni sut bezi olib tashlangandan keyingi holatda nafaqat jismoniy og'riq, balki chuqur ichki hissiy og'riqni ham his qila boshlaydi. Ba'zilar o'z tanasidan uyala boshlaydi, o'zini to'liq bo'lmagan va jozibasiz his qilishni boshlaydi. Oynaga qarashdan uyalishadi, kiyimlar boshqacha o'tiradi va o'zlariga bo'lgan ishonch tushib keta boshlaydi. Ammo men sizga shuni aytmoqchimanki, buni o'zgartirish mumkin. Hozirgi paytda sut bezini qayta tiklash, ko'krak shaklini qaytarish va o'zini butun ayoldek his qila olish imkonini beradi. Agar siz yoki yaqin insonlaringiz mastektomiya amaliyotidan o'tgan bo'lsa, bu video siz uchun. Sut bezi rekonstruksiyasi amaliyoti haqidagi savollaringizni barchasiga videoni oxirigacha to'liq javob olasiz. Men Rustam va Rohaton Murodillayevna, onkolog, mammolog, plastik va estetik jarrohman. 10 yillik tajribam davomida ko'plab ayollarga o'z ishonchini qaytarib berishga hissamni qo'shganman. Hozirgi kunda men ustozim Dilobar Saidakmalovna bilan birgalikda juda ko'plab ayollarga o'ziga bo'lgan ishonchini, ayollik jozibasini va to'laqonli ko'rinishini qaytarib beryapmiz. Ko'krakni qayta tiklash haqida qachon o'ylash mumkin? Ko'pchilik ayollarimiz ko'krakni qayta tiklash uzoq va qiyin jarayon deb o'ylashadi. Lekin aslida rekonstruksiya haqida, ya'ni ko'krakni qayta tiklash amaliyoti haqida mastektomiya amaliyotidan oldin o'ylasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Rekonstruksiyada ikki xil yondashuv bor. Birinchisi bir vaqtning o'zida rekonstruksiya, ikkinchisi esa kechiktirilgan rekonstruksiya. Demak, birinchisi rekonstruksiya amaliyoti bir vaqtning o'zida, ya'ni operatsiyadan keyin, mastektomiya amaliyotidan keyin qayta tiklash amaliyotini bajarib ketiladi. Ikkinchisi kechiktirilgani esa oylab, yillab vaqt o'tgandan keyin amalga oshirish mumkin. Rekonstruksiya qachon qilinishi kerak va qaysi biri yaxshi degan savolga, albatta bu sizni tashxisingiz qo'yilgandan keyin gistologiya javoblariga, sizni ximiyoterapiya va nur terapiyalar olib, kasallikdan to'liq sog'ayganligingizni hisobga olgan holatda bu amaliyot haqida o'ylashimiz mumkin. Agar qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, ko'plab ayollarimiz birlamchi rekonstruksiyani tanlashadi. Mastektomiya amaliyotidan keyin ayollarimiz narkozdan uyg'onganda chiroyli ko'kraklar bilan uyg'onishadi. Juda ko'p bemorlarimiz savollar berishyapti. Mastektomiya amaliyotidan keyin 5 yillab, 10 yillab vaqt o'tgandan keyin ham qayta tiklash amaliyotini amalga oshirsa bo'ladimi deb. Albatta, agar sizda chin dildan xohish bo'lsa, o'zgarishga tayyor bo'lsangiz, sut bezini qayta tiklash amaliyotini amalga oshirsangiz bo'ladi. Ko'krakni qayta tiklashni, ya'ni rekonstruksiya qilishni 3 xil usuli bor. Birinchi usuli hozir eng ko'p tarqalgani implantlar yordamida ko'krakni qayta tiklash va ikkinchisi ko'krakni o'z tana a'zolari yordamida qayta tiklash amaliyoti. Bu borada yaqinda biz Moskvada bo'lib o'tgan juda katta forumda ishtirok etdik, ya'ni rekonstruksiya mammoplastika bo'yicha butun dunyodan, butun jahondan yig'ilgan eng kuchli spikerlar, ya'ni professorlar, doktor nauklar yig'ilishdi, bu sohani o'z ustalari va bular bizga juda katta tajribalar, bilimlari bilan bo'lishdi, ya'ni ayollarni o'z tana a'zolari yordamida mushaklar, teri va yog' to'qimalari orqali ko'krakni qayta tiklash bo'yicha bizga juda ham ko'p amaliyot turlarini taqdim qilishdi. Bu forum meni hayotimda va O'zbekiston tibbiyotida juda katta imkoniyat va tajriba bo'ldi. Sababi rekonstruksiya mammoplastika bo'yicha O'zbekistonda juda kam mutaxassislar shug'ullanishadi. Biz jamoamiz bilan O'zbekistonda juda ko'p ayollarni sut bezini qayta tiklashiga va ularning muammolariga yechim berishga tayyormiz. Agar sizga rekonstruksiya mammoplastika, ya'ni ko'krakni qayta tiklash amaliyotlari qiziq bo'lsa, pastda havola qoldiramiz, bizga murojaat qiling. Demak, uchinchisi kombinatsiyalashgan usul. Bunda o'sha ham implant bilan, ham o'sha inson tana a'zolari, ya'ni to'qimalari bilan yoki yog'lari bilan birgalikda sut beziga shakl berish hisoblanadi. Demak, birinchi usul silikonlar bilan ko'krakka shakl berish. Bunda shu protezli silikonni olib tashlangan ko'krak o'rniga joylashtiriladi. Bu ikki xil usulda qilinadi. Mushak ostiga yoki teri osti qavatiga silikonlar joylashtiriladi. Agar mastektomiyadan keyingi holat bo'lsa, teri tarang bo'lsa, ya'ni terini ortiqcha qismi bo'lmasa, demak, terini kengaytirish uchun ekspander qo'yish amaliyoti bajariladi birinchi etapda va ekspanderni o'sha suv bilan vaqti-vaqtida to'ldirib turiladi va teri kengayib beradi va ikkinchi etap amaliyotimizda implant bilan ekspanderni o'rnini almashtiriladi va ko'krakga o'sha chiroyli shakl beriladi. Mastektomiyadan keyingi holatda o'sha implant qo'yilgan ko'krak bilan ikkinchi ko'krak nima qilinadi degan savol tug'iladi. Ikkinchi ko'krak agar kichkina bo'lsa, demak unga ham implant qo'yib, ikkita ko'krakni bir xil holatga keltiramiz, ya'ni simmetriya holatiga. Agar ikkinchi ko'krak katta bo'lsa, uni reduksiya qilib kichraytiramiz va o'sha ikkala ko'krakni bir xil holatga keltiramiz. Albatta, implant qo'ygandan keyin buni afzalliklari ham va kamchiliklari ham bo'ladi. Afzalliklari albatta
bu tezroq tiklanish davrini bo'lishi ayollarda 2-3 kundan keyin normal hayot tarzini davom ettirishlari mumkin. Boshqa tanani a'zolarini zararlamaydi va ikkala ko'krakni shaklini bir xil va chiroyli chiqishi hisoblanadi. Kamchiliklari esa albatta har bir insonda individual, bizning tajribamizda hali kuzatilmagan, lekin kamdan kam holatlarda implant bu yot narsa hisoblanadi. Organizm ba'zi holatlarda implantni qabul qilmasligi mumkin yokida qaysidir holatlarda yillar mobaynida implant yorilib ketish ehtimolligi bor. Hozirgi davrda implantlarning juda ham yuqori kачестводagi turlari chiqib ketdi. Keyingi yana kamchiliklardan biri implantlarni 10-15 yildan keyin almashtirish kerak bo'lgan holat ham bo'lishi mumkin. Ikkinchi usul bu tana o'z to'qimalari bilan ko'krakni tiklash usuli hisoblanadi. Bunda tabiiy rekonstruksiya deb ataladi buni nomini. Bunda o'sha tanamizdagi qorin pastki qismi bel, son yoki kurak orqa tomonidan mushak va teri, yog' to'qimalari olib ko'krakni qayta tiklash va shaklini chiroyli qilib berish amaliyotlarini bajaramiz. Demak, o'z to'qimalari bilan qayta tiklashni ham afzalliklari, ham kamchiliklari bo'ladi. Afzalliklari albatta ko'krakni tabiiy ko'rinishi va uzoq muddatli asoratlar bo'lmasligi, organizmda begona material bo'lmaydi va vaqt o'tishi bilan almashtirish talab qilinmaydi. Kamchiliklari bu uzoq va murakkab amaliyot hisoblanadi. Qo'shimcha davo muolaja qilinadigan zonalar bo'ladi, bel, qorin yoki boshqa. Tiklanish muddati uzoq bo'ladi va juda ham ozg'in bemorlarga tavsiya etilmaydi. Va oxirgi usulimiz kombinatsiyalashgan usulda bu ko'krakni implant bilan ham ko'tarish mumkin va ko'krakni o'z tana a'zolarimizdan, qorindan, sondan olingan yog'lar bilan ko'krakka o'sha shakl berish, ya'ni defekt bor joyini, simmetriyasida o'zgarish bor joylarini tanani o'zini yog'lari bilan to'ldirib, chiroyli holatga keltirib berish amaliyoti hisoblanadi. Har bir inson individual hisoblanadi, ya'ni har bir muolajani yoki amaliyotni boshqacha reaksiya bilan qabul qiladi. Ya'ni kimlardadir qaysidir preparatga yoki doriga sezuvchanlik oshib ketadi yoki tushib ketadi yoki amaliyotlarga ham xuddi shunaqa operatsiyalarni ham organizm qabul qiladi yoki qabul qilmaydi. Shuning uchun ba'zi holatlarda qayta tiklash, rekonstruksiya amaliyotini yana qayta qilish holatlari ham kuzatiladi. Qachonki o'sha implantlarning holati o'zgarsa, pastga siljisa yoki tepaga ko'tarilsa, yog' to'qimalari qisman so'rilsa, organizm yoki semirib ketsa yoki ozib ketgan holatlarda yana implant almashtirishimiz mumkin va yana qayta lipofilling muolajasini, ya'ni yog' qo'yib ko'krakni simmetriyasini to'g'irlashimiz ham mumkin va o'sha ko'krak kattalashgan bo'lsa yoki kichraygan holat bo'lsa, reduksiya qilish va rekonstruksiya qilish amaliyotini bajarishimiz mumkin hisoblanadi. Rekonstruktiv mammoplastika amaliyotidan keyin albatta so'rg'ichlar bo'lmaydi, lekin so'rg'ichni ham qayta tiklash amaliyotlari bor. Bu demak teridan so'rg'ich yasash. Ikkinchi turi esa 4D deb aytiladi hozirgi vaqtda. Shu holatda tatuaj qilish, xuddi so'rg'ichni holatini ko'rsatib beradi. Bu amaliyotlardan keyin albatta ajoyib natija beradi. Ayol o'zini ayolligini his qilishni boshlaydi, dunyoni boshqacha ko'zlar bilan ko'radi va ayol oynaga o'z tanasidan ko'ngli to'lib qarashni boshlaydi va o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi va o'z tanasini psixologik qabul qilishni boshlaydi. Qadrli ayollar, agar bu videoni siz ko'rayotgan bo'lsangiz, bilingki siz yolg'iz emassiz. Siz kuchlisiz va boshingizdan juda ko'p narsalarni o'tkazadingiz va siz o'zingizni chiroyli, to'laqonli va sevimli his qilishga loyiqsiz. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing. Maslahatim kerak bo'lsa, havola orqali men bilan bog'laning. Agar videolarim sizga manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lishni unutmang va albatta like bosing. Bu videoni siz kerak deb bilgan yaqinlaringizga albatta jo'natib qo'ying.